Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aziz muhterem qarindoshlar, dunyoning barliq joylaridagi Uyg'ur muhojir qarindoshlarım. Bugün bizning qarindishimiz Sirajiddin Patqullah ko'pincha to'niysizlar. Bular yaqinqi zamonlarda aytib jiddiy vatan millatning xizmatini qilib, o'zining bir kishilik to'pisini qo'shib kelayotgan shaxslarımızdan birisi. Bular Uyg'ur Nidası Radyosu'nunki qurg'uvchilari va boshqaruvchilari va yöneticileri hisoblanadi. O'zi Norvegiyaninki Kristiansand shahrida turdi. Necha vaqtdan beri qarindishimizni biz taklif qilib kelib olinmagan, oxiri o'zi ketdi. Kelib bu yerda bir didorlashgan bo'ldik. Ayni vaqtda biz Norvegiyaga borgan vaqtimizda bizning shu jamiyat o'ylash xizmatimizga jiddiy yordam qilib bizga şu yerda jiddiy bir yordamda bo'lganda uyda qo'nib xizmatimizga moslashib qo'ygan. Bu qitim Gollandiyani ziyorat qilish maqsadida ketgan, uyda kutib oldim. Bugun shu tomoq yeb paranglashib o'tiryapmiz. Shu munosabat bilan butun Uyg'ur qarindoshlarga o'zimizning bir salomini yo'llab qo'yaylik. Qarindoshlarimizni biz bugun bu yerda qo'shildik. Qarindoshlarimizni xo'sh olsin degan maqsadda bu jonli yayın live qilib qarindoshlarga taqdim Qarindishimiz Sirajiddin Patqullah Şinjan televiziyasida burun ishlagan. Biroz yeshcho'n qarindoshlarning hammasi asosini biladi. Şinjan televiziya stansiyasiniki ovoz berish bo'limi shu yerda ishlab, keyin chet elga chiqdi. Chet elga chiqib hozir Turkiyadan keyin Norvegiyaga kelib yerlashgan bo'ldi. Bu xizmat nayt az bir insonlarga nisb bo'lgan ishken bugun bu sekte bu mücadelede Xitoy qarshi bizninki bu birlik sepimizde beraber qo'l tutishib ketyapmiz. Bular media sohasida inshaalloh ciddi bir ta'sir bilan bugun xizmatga chiqdi. Bugun shaxsan bu yerda biz bir siyosiy masalalarda qarindoshlarga bir narsa demoqchi emas, faqat o'zimizning qarindoshligi shaxsiy paranlarımızda qarindoshlarimiz anglasin degan taqdirda bugun uyimda kutib oldim ve bugün bu studyoni ziyorat qilgan bo'ldi. Allah hammalardan razı olsun. Qarindishim, hoş geldiniz. Allah sizden razı olsun. Rahmat. Facebook'taki dostlarımızga bir salomlarınızı yollasanız. Assalomu alaykum. Ekran yüzdeki barliq qarindoshlarım. Sizlarga Allohning salomı ve mag'firati yetsin. Har biringlar bilan bugun ekran yuzida ko'rishdim. Bugün ben aile tavabatlarım bilen qarindishim Hüseyin Tecelli'ninki ailesiga qarindishim Hüseyin Tecelli'ni ziyorat qilish münasebeti bilen bugün bir kelib qarindishim Hüseyin Tecelli'ninki o'zining qilayotgan ish izlari, faoliyatlari to'g'riliq biroz suhbatda bo'ldik. Endi har bir inson o'zininki kuchi yetishcha, qurbini yetishcha Allah rızalık için milletimizge izlivatkan şu milletimizge, halkımızge Şarkı Türkistan'ın ki azat şu Xitay tecavüzçileri tarafından azat buluşuğa özününki gücüne yetişçe töhfet koşuş gerek. Şunun katarda endi şu nurgun söhbetlerde bulduk. Qarindishim Hüseyin Tecelli'mi burundan tatip cemaatçilik özü tunuşluk. Şundaqla özünün yana qanday xizmatlarni qilayotganligi to'g'riliq men so'ragandan keyin biroz javob shaklida ba'zi narsalarni tushuntirdi, ba'zi yaxshi bir tushunchalarni berdi, ba'zan bir ufqumlarni anglatdi. O'zininki xalqqa sunayotgan ba'zi da'vo to'g'ridagi ba'zi bir masalalarni buningga qanday qilmoqchi ekanligini gerçi belki kıymet bağlılık, belki debidebilik bir üskünler bulması mı adli üskünler bilen halkımızga özünki bir kişilik teşvikatını hazırki teşvikatını düşendirip atkallık doğruluk biraz söhbetlerde bulduk. Ben bugün ballarım bilen ziyaretki geldim. Hemenler bilen bugün ekran yüzde görüşkenlikimge özellikle xursan his kuvvetimen yani kandak söhbetlerimiz var. Bugün biz şu qarindoshlarga o'zimizning bir salomini yo'llash uchun bu Facebook'tan foydalandik. O'zinglar bilasizlar, Facebook bugungi dunyoda Twitter, YouTube ve WhatsApp degan bu internet qurolları bütün dünyanın ait kichik tepkilarga yaqin kelib
yaqin qilib bizga bir avantaj, bir aktiv xizmat qilish sharoiti imkoniyati yaratib beryotdi. Biz bundan foydalanib inshaalloh bundan keyin bo'labmi Sirojidin qarindishimizninki birlikda ilib berayotgan qurumi bo'lgan Uyg'ur nidosi radiosi Shundoq. ular bilan birlashgan holatda undan boshqa biz inshaalloh birozdan keyin Germaniyaning Düsseldorf shahridagi Abdülcelil Qaraqash efendimninki Sharq Turkiston informatsion markazini ziyorat qilishni planlayapmiz inshaalloh. Ya'ni butun dunyodagi bugun dunyoda eng cho'ng bo'layotgan urush media urushi, tashviqot urushi. Undan keyin qolsa iqtisodiy urush, undan keyin qolsa qurolli urush. Bu 3 tane urush dunyodan düzenini belgilash uchun, dunyodagi millatlarning taqdirini belgilash uchun, birini egiz, birini xor qilish uchun, xorni aziz qilish uchun, azizni tahim aziz qilish uchun shunday vositalar qo'llanyapti. Biz Uyg'ur xalqi bugungi kunda bu vositadan kech foydalanmoqda. Shunga bo'labmi shu Istiqlol televiziyasi deyli va yoki Rifa deyli. Shunga o'xshagan aslında xalqimiz cho'qim bundan burun boshlash kerak bo'lgan media sohasini rivojlantirishimiz kerak edi. İnşallah keyingi kunlarda bu o'ylam to'g'ri bekiti chiqib bugun bu 7-8 oydan beri jiddiy shaklda xalqimizni nim bilan uchur bilan ta'minladi. Sharq Turkistonda bo'layotgan butun narsalarni o'tirib aytyapti. Butun voqeliklar Xitoyninki bizlarga ilib berayotgan zulmi, Xitoyning bizni qanday bisab olmoqchi bo'layotganligidan iborat shunday inchki fikrlarni o'tirib tashlashga boshladi yaqindan beri. Demak, inshaalloh biz bu media sohasini to'g'ri qo'llansak, Facebook, YouTube, WhatsApp bu sohani to'g'ri qo'llansak inshaalloh bizning xalqaro yetishib olish imkoniyatimiz bor aslında. Ammo buningda bizningki ilmimizning biroz tuvanligi, iqtisodiy manbaimizning tuvanligi, bu jihatlardagi aktiv qarindoshlarning oz bo'lishi tufaylidan biz bu tashviqot urushidan iborat, ya'ni Xitoyga biz urush ajimiz deydiganmiz, avval tashviqotdan iborat bu qurolimizni Xitoyning manisiga tanlaymiz. Ya'ni bu qurol bo'lmay turib biz Xitoyga silahliq, ya'ni qurolli hujum qila olmaymiz va iqtisodiy hujumni qila olmaymiz. Ya'ni avval biz tashviqot urushini qo'zg'aymiz deyapmiz. Yenimdagi qarindishim asldan li bo'lgan, o'g'li bo'lgan, ya'ni bir qaytim desam Shinjang televiziya stansiyasi uzun yil 20 yil ishladingiz o deyman. Tuzitib aytganda Sharq Turkiston televiziya stansiyasi. Ya'ni men bu so'zni ishlatib qoldim. Ya'ni kishilar bilib bilsin debdi. Shunday. İnşallah Sharq Turkiston televiziya stansiyasi quriladi, shunday qarindoshlar bo'lsa, bu so'rayman. To'g'ri. Ya'ni jig'ibisam bu qarindishimizdek, Nabijandek va yoki hozir yangi chiqayotgan Abdusalom Niyoz tashviqot sohasida va undan boshqa ismini unutib qolgan nurg'un qarindoshlar bor tashviqot sohasida. Nimada İstanbul'da xizmat qilayotgan qarindoshlar bor. İsimlerini biraz unutib qoldim. Undan boshqa masalan Turkiyada o'zi bir odam bo'lsa-mu, bir kishilik xizmatni qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Shunday. Masalan Osman Turan degan bir qarindishimiz chiqdi. O'zi Anqaraga Adanadan yengib keldi. Masalan, undan keyin Milliyetçi Hareket Partisi bilan jiddiy bir irtibot saqlab hozir Türkiye xalqininki Sharq Turkiston davosini bilib olishiga bir kishilik bo'lsa-mu, oilasini ko'tarib bo'lsa-mu, xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz. Demak, xulosa shaxs bo'lsak-mu, to'plum bo'lsak-mu, tashkilot bo'lsak-mu, hammalar bir kishilik to'pimizni qo'shadigan davrimiz keldi, uyg'undigan davrimiz keldi. Tashviqotdan iborat bu qurolni Xitoyga otadigan davrimiz keldi va eng oxirida shundayman, Xitoy bizningki qurolimizdan qo'rqmaydi hozircha. Va yana bir nimamizdan qo'rqmaydi. Bizning Sharq Turkiston degan so'zdan qo'rqaydi. Bizning qalbimizda Sharq Turkiston degan bu so'zni bu millat qachongacha qildigan bu deb shundan qo'rqaydi. Bizning qalbimizdagi iymoniy ideologiyamizdan qo'rqaydi. Ya'ni Sharq Turkiston bizning zaminimiz. Biz sen Xitoy bu Sharq Turkistonni bizdan ilib olamaysa, biz davomli kurash qilamiz qutulg'icha degan bu so'zimizdan qo'rqaydi. Bu so'z tashviqotdir. Qur'oni Karim tashviqotdir. Hadis Rasululloh tashviqotdir. Shu tashviqotni qo'lga olmagan millat bugungi dunyoning mag'lubiyatchisi. Ya'ni u millat eng faqir millat, u millat eng jahil, nodon millat hisoblanadi. Shunga
Qarindoshlarimizningki mesela Uyg'ur Nidosi radiosi bo'lsin. Rifa zaten o'zininki sponsor bir davlat keyindi bo'lganligi uchun mengyotidi. Istiqlol televiziyasimi nihoyatda jiddiy bir jafo mushaqqatlarni mengyotidi. Bir shaxsiy tashviqot qilamiz deyotgan qarindoshlarmi nihoyat tasdiqda bo'ladi. Shaxsan men bu studioni 1,5 yilda qurib chiqdim. Yani eli bir tal mixni elib, eli bir tal simni elib, eli bir tal lampani elib degandek bununla çünkü yardım qildigan insonlarning bo'lmasligi, bununla ko'ngil bo'ldigan, destek berdigan insonlarning bo'lmasligi tufayli biz bu tashviqot sohasida nurg'un qiyinchilik duch keldik emas. Shuni xalqimizning bu tashviqotdan iborat bu kuchli qurolni qo'llashini ariyadi. Qayerda bir bizningki sesimizni, ovozimizni dunyoga anglitishga loyiq bo'lgan qarindoshlarimizni qo'llab berishini, masalan, Gollandiyada Abdug'ani Sabit bor, inglizcha, arabcha insonlar tanishib terishayotgan. Bo'libmi, yaqingi zamonda Misrdan kelgan bir qancha qarindoshimiz arabcha Al Jazeera deymiz. Abdug'ani Sabit Al Jazeera kanaliga chiqdi. Arabcha, inglizcha biz Gollandiyada Niderlandcha qilishiga, ya'ni Gollandiyacha qilishga tirishayotimiz. Arabcha tashviqot eng ojiz bo'lganligi uchun arablar bugungi qadar Sharq Turkiston davosiga chiqolmadi. İnşallah Saudi'deki alimlerimiz, ustazlarımız bundan keyin çokum bununla kuch qatadi deb o'ylaymiz. Arabcha tashviqot biroz kemchi. Xitoycha tashviqot deymiz. Mesela Germaniya Düsseldorf'dagi Sharq Turkiston informatsion markazi tashviqot sohasida burundan xizmat qilib o'tdi. Turkchani qo'shdi yaqindan beri jiddiy yaxshi xizmat qilib o'tdi. Bu xizmatlik kengaygandan keyin bizning xizmatimiz, ya'ni bizning da'voyimiz baldaq ustiga oshdi. Yani bu demek tashviqot sohasiningki, medianinki nihoyat muhimligini bildirdi demekçi. Men şu qarindoshlarımızdan bu tashviqot sohasida bununla xizmatga kelishgan Uyg'ur Nidosi radiosidek va undan boshqa tashviqot organlaridek o'rinlarni desteklashini, iqtisodimizning bir qismini shu qarindoshlarimizga desteklab berishimizni men shaxsiy qalbim bilan umid qilaman. Bu qarindoshimiz tashviqot sohasida orijinal, ya'ni special, o'lchamlik bir kasb yetishib chiqqan. Shu so'zni, oxirgi so'zni qarindoshimiz oldi. Rahmat. Qarindoshim Hüseyin Tejallimi o'zininki yurak so'zlarini qildi. Aziz qarindoshlarimizga bu mediadan iborat bu tashviqot vositasi endi bizningki hozirgi Uyg'ur davosida bek muhim bir o'rinni egallaydi. Shuning uchun biz hammamiz o'zimizningki har soha kuchimizning yetishicha, iqtisodimizning yetishicha shu tashviqot vositalarida xizmat qilyapmiz. Hammasi shaxslarmi, ba'zi shaxslar o'ziga tushliq xizmat qilyapti. Ko'pincha ba'zi tashkilotlarmi o'ziga tushliq şu xizmatini qilyapti media sohasida, tashviqot sohasida. Demak, bu tashviqot biz Uyg'urlar uchun, bu chet eldagi muhojirat yashayotgan Uyg'ur davosi uchun bek muhim o'rinni egallaydi. Nima ish qilganda, masalan, bugun aytgan o'rnimdan turiblar, men eng muhim bir xabarni Facebook'tan ko'rdim. Yalqin Kamlo, ya'ni yazgıcımız Uyghur halkının faxrlik obzorchisi, yazgıcısı Yalqin Rozininki 17 yillik kesilganlik xabarini o'qidim. Bu xabarni o'qib bo'lguncha ko'zlarimdan yoshlar to'kilib ketdi. Endi nihoyat bearam bo'ldim, chunki butun Uyghur xalqining yazgıcılarning ichida qalbi kuchli bo'lgan, xalqni boshlab ketayotgan muhim bir yazgıcılarımızdan birisi. Şunu şu tutulganlık haberini, 17 yıllık kesilganlik haberini şu Facebook'tan şu qarindoshlarımızdan taqatgan uçur vasıtalardan uqdim. Endi menla emas, bütün muhacirat yaşayotgan o't yurak yoshlarimiz, ziyolilarimiz Yalqin Kamninki 17 yillik kesilganlik haberini hammasi degidek uqdi. Mana bu tashviqotninki kuchining qayerdan qayerga chiqishini belgilab berdi. Endi tashviqot bo'lmasa biz nurg'un xabarlarning, uchurlarning xabarsiz qolamiz. Shuning uchun har qaysi qarindoshlarimizning o'zining kuchining yetishigacha shu tashviqot vositalarida
o'zininki xizmatini qilishini men tavsiya qilaman. Shuning bilan birga shu tashviqot vositalarida xizmat qilayotgan qarindoshlarimizni qo'llab-quvvatlashini, destek berishini orzu qilaman. Endi men emas, o't yurak ziyolilarimiz, nurg'un qarindoshlarimiz orzu qiladi buni. Biz şu namoyish faoliyatlarini yoki boshqa faoliyatlarni shu tashviqot vositalari orqali shu uchurlarni o'qib ko'pincha xalqimiz, ziyolilarimiz, yoshlarimiz shu namoyishlarga chiqyapti. Bizning hozirgi Uyg'urlarning hozirgi davrimizda endi chet el muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizninki hozirgi holatimizda biz yana azroq bir bo'shanliq bor bizda. Buni endi tanqidlayman deydiganga mening tilim qisqa. Bunu tanqidlashga nimam yo'q. Erkin davlatlar, chunki demokratik davlatlar. Lekin men tavsiya qilamanki, shu qarindoshlarimga bizning vatan ichida bo'layotgan zulm kundan kunga Xitoy tajovuzchilarining zulmi kundan kunga chekdan ishib ketyapti. Bular adadidan bek ishib ketyapti. Endi kundan kunga ziyolilarimiz, yozuvchilarimiz, ilm ahllarimiz, diniy olimlarimiz tutilyapti va o'ltirilyapti. Yalqın Rozdek bir yazgıçımızdaki kallası oyğaq, xalqni yaxshi bir yetaklab ketayotgan, nurg'un ishlarda tasalli berayotgan, boshlab ketayotgan bundaq yosh ziyoli, fikri uchoq, fikri o'tkir, so'zi o'tkir yazgıçlarimizning tutilib ketishi, u yetishib kesilishi, biz muhojirat yashayotgan Uyg'urlar, vatan ichidagi Uyg'urlar bo'lsin, bak bir cho'ng bir yo'qotish bu. Xitoyning tırnıqı, neştiri, zəhəri gündən günə ötkürülüşüb, muşu dərəcəyə badı, ən suyumluq yazğıçılarımız və isil adamlarımız, isil ziyalilərimiz tutulub ketilyapti. Şunun üçün əziz qarindaşlar, uyg'oninglar, endi hozirmi, muşu holatimizdami, muşu dərəcəyə borgandimi, joni qaysi uyg'onmay yetib olsak, biz endi nima bo'lib ketamiz? Biz endi tugaymiz qarindoshlar. Endi biroq yer yuzidan yo'qolamiz. Tamam birimizningki tuqqunimiz bo'lyapti, ota-onamiz, akamiz bo'lyapti, yana bir tamam. U faqat sizlarning akanglarmi? Shu sizlarning tuqquninglar, sizlarning do'stinglar, ya ota-onanglar, ya tog'anglar, ya hadanglar, soninglar, ya qarindishinglar, ya do'stinglar. Ochlarni saqqa qog'illar nim bo'lsin maylimi qarindoshlar? Ular sizlarning qarindoshlaringlar emasmi? Aş 30-40 milyon yaqin xalq sizlarning ota-onanglar, qarindoshlaringlar, tuqqanlaringlar, jonjigarlaringlar emasmi? Qarindoshlarim, biz shaxsiy o'zimizning hissiyotimiz bo'yicha shaxsni emas, umumni o'ylaydigan bir yurak paydo bo'lsin bizda. Umumni suydigan, coğrafiyamizda Sharqiy Turkistonni suydigan, o'zimizdan 30-40 milyon shu Uyg'ur xalqimizni, Sharqiy Turkistondagi mazlum xalqimizni suydigan bir hissiyat bo'lsin. Men Allohdan tilaymanki, ey Alloh mushlarga ashtaq bir hissiyat, ashundaq bir tushuncha ba. O'zining coğrafiyasini, o'zining vatanini, o'zining xalqini, Sharqiy Turkistonni, ash mazlum xalqini suydigan bir qalb ato qilgin deb tilayman men. Aziz qarindoshlarim, sizlar o'ylanib qo'yinglar. Hozir bizningki qaysi darajaga borganligimizni til bilan tasvirlagisiz. Chet elda voy ishlayapmiz, voy pul topdik, unda qilamiz, yashayapmiz, erkin yerga chiqdik deb yashayotgan bilan qalbimiz qanchalik qanjiran bilan to'ldi. O'zimizning vatanni qanchalik darajada, ota-onalarimizni qanchalik darajada sevgandik. Vichatdan iborat bu aloqalashish uskunasi bilan nurg'unlar o'chiribdi, ko'rishmaydigan bo'ldi. Hatta top-toplardan chiqiribdi, urtiqlarimiz bu hammasi biroq o'zibdi. Ko'rishamayapmiz, aloqalashamayapmiz. Chet ellarda endi biz qanchalik xo'sh bo'la olamiz? Qanchalik bir umidlanaymiz qarindoshlarim. Hammamizning bag'rimiz kavab, qon jiron bilan to'shdi. Chunki bizning jonjigarlarimiz turmalarga akir ketib bordi, yo'q bo'lyapti, o'ltirilyapti, kishisilib ketyapti, g'oyib bo'lib ketyapti. Biz qachon shunday yashaymiz? Biz uyg'onmadik. Vatanimizdagi muhojirat qarindoshlarimiz chuqur uyg'onmasligimiz kerakmi? Unda qilmoqlar qarindoshlarim.
Ulamı bizim cancigerlerimiz, kayrindaşlarımız. Hiç bulmaganda biz dua kılayla için kalbimizden. En bir planını tüzeyle. Minonç boz kündü gidek namaş çıkayla. Her bir devletki kanun orunlardan, devletin şu sakçılardan, abi kündü gidek namaş çıksa kulu da hazır bizden kuklaydığa vaktimiz emez. Xudanın günü namayışta Xitay konsulluğuna aldır, küzügün mutlu kadılıp namayış çıkıdığan vaktlarımız hazır. Namayışta bir gün kapkalıdığan vakt emez. Namayışta bir gün emez hazır, bir ayda bir mü namayış bulmavatıdı. Bir ayda iki kıtım kılayla fakat aldıraş desek. Bu davanı çetelge özümüzden usulü bu hiç anlatayla. Kuludan kildiğen ziyadilerimiz anlatıvatıdır rahmet şulağa. Ne çıkıl til bulduğun kayrindaşlarımız şu devletlerin ki tilleri bilen anlatıvatıdır rahmet şulağa. Endi her bir Uygur özümüzden kuludan kelişçe bir hareketke öteyle kayrindaşlar. Biz yana davamlı kuşta uxlap yürüyüversek, yanımışında uyganmay yürüyüversek, bipervaz yürüyüversek, endi biz başka iş yok. Tügeyimiz. Sözlep kaldım kayrindaş. Asli qayrindishimiz miyman bo'g'ili kelgan bizning uyga. Shunday bo'lsin biz xalqimiz bilan o'rtaq miyman bo'laylik, o'rtaq miyman bo'g'ich araliqdan xizmat qilaylik deb bu kamerani ochdik. Qayrindishimizning qo'lini telib ketdi hozir. Allah razı olsun Sirajiddin qayrindishimizdan. Bu Sharq Turkiston televiziya idorasi bu yerda yüzlerce insan ishlaydi, ama bu Xitoyga qarshi mücadelede Allah bu qayrindishimizni tanlabdi. Bu şu nasip. Bu Xitoyga qarshi bu cihat nasip. Yani Allah nasip qilmasa ve ma teşauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Sen xaliyanmaysa fakat Allah xalimoqchi deydi Allah subhanahu wa taala. Allah bu qayrindishimizga veya ki bana veya ki sizge bu Xitoyga qarshi cihatni nasib qilibdi inshaalloh. Bizimiz qalam bilan, bizimiz namoyish bilan, bizimiz qurol bilan, bizimiz tashviqot bilan, bizimiz pulimiz bilan, bizimiz yana bir kasbimiz bilan qiladigan cihat bu. Faqat qurol bilan emas. Shunda. Her birimiz qo'limizdan kelgan imkoniyatni chiqarish, mana shu Qur'ondagi shu terishish, cihat qilish degan so'zdinki men shuni bog'landim. Shunga Allah hammalarga nasib qilsin. Allah razı olsun Sirajiddin qayrindishimizdimi. Biraz qarindoshlarning vaqtini hep koyduk. Shuna olsun Allah xolasa yana keyingi kunlarda yana Shunda. ishkaraga chiqish imkoniyatlarimiz bo'ladi. Hammangizga Allah razı olsun. Başka deydigan gapingiz bo'lsa. Rahmat aziz qarindoshlarımga köpten köp teşekkür bildirmen. Suhbatlashib turishga nasib qilsin. Allah. Allah rahmat.